Chilonzor 12-kvartal Farqatskiy bozor ro'parasida shikalat uyimiz xudo xohlasa sotuvga chiqdi. Oasis Center'da oldida, Kazinkani yonida. Chilonzor 12-kvartal 22-rom. 2 xona, 1-etaj, 4 etajga dom, 1,5-3 balkon. Uyimiz prosta shikalat. Atrofida parkovka, bog'cha, hamma narsa bor. Kazinkani oldi, smeshka uy. O'zi aslida ichma-ich bo'ladi. Razdelka qilingan. Bismillah deb ko'rsatdim. Bu spalnisi. Kengish kattaligini ko'rdingizmi? Syomka olaman degan odamlar bo'lsa, bemalol kelib syomka qilsang bo'ladi. Yo'q, zal 2 xona, 3 xona qilingan. Bu ideya bo'lgan, garderob bo'ldi. Balkonimiz aslida 1,5 ga 3, lekin bu 2 ga 3 qilingan. Bemalol o'tirib ovqatlanadigan joy, ovqat qiladigan joy, uy prosta shikalat. Narx ham zo'r chiqadi xudo xolisa. Bu yoq oshxonaning joyi bo'lgan. Endi detskiy bo'ldi. 2 xona, 3 xona qilingan. Balkoni katta. Remont mebel texnika. Chilonzor metroga bitta liniya. Narxiga keladigan bo'lsak, bu yerda samozel, razdельный. Dushovoy turibdi. Tualet ham orqaga surilgan, kengish katta. Narxiga keladigan bo'lsak, remont mebel texnika mana shu atrofda 80 narx berib turibdi. Bizga 80, 79 kerak emas. Alloh barakasini bersin, 78 ham kerak emas. Hamma narsasi qoladi. Uy prosta shikalat. Kalsiraz natasida beriladi. 77 mingga hamma narsasini berib yuboramiz.